qirsillasa joyiga tushibdi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Har safar bo'yningizni burganda, belingizni cho'zganda yoki yelkangizni aylantirganda chiqqan qirsillash bu tanangizning sizga bergan signali. Siz uni eshitmayapsiz. Tana esa qichqiryapti. Kam harakat, soatlab o'tirish, stress, suv yetishmasligi, qon aylanishining sekinlashishi. Natijada mushaklar va ularni o'rab turgan fastsiyalar taranglashib bir-biriga yopishib qoladi. Tana erkin harakatlashishni xohlaydi, lekin nimadir uni ushlab turadi. Shunda siz cho'zilasiz va qirs, ko'pchilik bu suyak ovoz deb o'ylaydi. Aslida esa bu to'qimalarning erkin harakatga qaytishga bo'lgan urinishidir. Lekin bir narsani tushuning, qirsillashish yechim emas. Agar mashinadan g'alati ovoz chiqsa, radioni baland qilib muammoni hal qilasizmi? Tanada ham xuddi shunday. Qirsillashish ortga qolgan muammoni yashirishi mumkin. Harakatsizlik, mushaklar zaifligi, fastsiyalarning tarangligi, bo'g'imlarning ortiqcha yuklashishi. Bugun faqat qirsillash, ertaga qotishish, keyin og'riq, so'ng esa endi harakat qilish qiyin bo'lib qoldi degan savol. Tanangiz siz bilan gaplashyapti. Uni og'riq paydo bo'lgancha kutirmang. Qirsillashni emas, uning sababini bartaraf qiling. Agar bo'g'imlaringizda qirsillash, qotishish yoki og'riq bo'lsa, bo'g'im deb yozing, muammoni ildizni yechishga yordam beradi.